Qarang, Joni, men hayotimda ikkinchi, uchinchi bo'lishni hech ham xohlamayman. Men kim? Dina Rasulovnaman. Salcham, sen kimsan? İnternetde mashhur fitness bloger Dinichka Rasulova san Salim. Bilaman unisini. Sen faqat yagona bo'lasan. Qarang, meni internetda umuman sharmanda qilmang. Bilasan, men internetda o'rnim bor. Eshitmay bunaqa narsalarni. Men sharmanda bo'lishni xohlamayman internetda. Ayo, Salcham, bilaman, sen o'zingga yarasha obro'ying bor. Sen meni ko'z ochib ko'rganim bo'lsang, yagonacham bo'lsang, persikcham o'zimni. O, zo'r ashula chiqibdi. Dushmanlarimga jo'natadigan ish bo'libdi. Qarg'ab etilgan ashula. Endi bu meni santexnik elektrik qoldi boqyapman deb charchab ketdim. Mayli, zato undan $50 oldim-ku, santexnikka beraman deb. O'zimga qoldi endi $50. Mayli, buni ham tuzatib qo'ying. Kerak bo'ladi. Ko'p sochuv ishlatilyapti. Mayli. Alo, Dinichka. Men shu desang qornim ochdi-da, ana kechaga olib kelgan ovqating qolmadi. O'shanga menga energetiklar bilan ana kunga borgan restoranimizda nima edi? Spagetti, steak, nimadirlar olib berding-ku, o'shalardan olib kel. Keyin morojniy ham olgan, morojniy yegim kelyapti. Ha. Qornim ochdi-da, nima qilay? Kuch-quvvatimni hammasini o'zi so'rayotgan bo'lsa.